rozi emasman. Usta, akam sizni norozi qilgan ekanlar. Uka, ishlagan pulimizni so'rayapmiz. Axir uyingizni chiroyli qilib tiklab berdik-ku. Aka, hozir pul yo'q. Ertaga aniq beraman. Ana erta, ana indin deb 3 oydan beri aldaysiz. Pul yo'q deysiz-ku, yangi mashina olasiz. Ko'pchilikning haqqi teshib chiqadi. Xudodan qo'rqing. Mana. Men sadaqa so'ramayapman. Ishlagan halol pullarimizni so'rayapman. Ey! O'zi shundoq ham ishlaring menga yoqmayapti. Olsang shu. Bo'lmasa katta ko'cha. Pul yo'q. Rozi emasman. Mana hozir o'zlari shol bo'lib yotibdilar. Mana buni oling. Iltimos. Akamni kechira olsangiz kechiring. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'q men son qiymatmi? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'q men son qiymatmi?